do'stlik munosabatimi yoki do'stlik qiltig'imi? Uyg'ur Abnum rayonlik Partikomning sekretari Mashinroy 26 martdan 30 martgacha Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonga tuyuqsiz ziyoratga borgan. Xitoy doiralarining oshkor uchurlariga qaraganda, Mashinroyning O'rta Osiyodagi bu davlatlarga ziyoratga berishini Xitoy doiralari O'rta Osiyo davlatlari bilan Xitoy orasida mangulik strategiyalik sheriklik munosabatini yangi pallaga ko'tarish deb baholagan. Mashinroymi o'z bayonotlarida bu davlatlarning atalmish Şinjanni sirtqa echib etish va hamkorlik o'rnatishdagi muhim nishon davlatlar ekanligini, shunga Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari orasidagi yerlik hukumatlar bilan har qaysi sohalardagi hamkorliklarni kuchaytirishning zarurligini ta'kidlagan. Shundaqla iqtisodiy va tijoriy aloqalarni umumyuzlik cho'nqurlashtirib, madaniyat almashtirish va shaharlar aro do'stlik hamkorligini kuchaytirishni ta'kidlagan. Bu qatim Mashinroyning Uyg'ur Abnum rayonining vakolatan O'rta Osiyoda ziyorati bo'lishi normal bir hodisa bo'lmasdan, balki Xitoyning Uyg'ur Abnum rayonining egalik huquqini, shundaqla Uyg'urlarning avtonomiya haqlarini butunlay nazardan saqit qilganligining tipik namoyandasi deb qarashga bo'ldi. Aksicha bo'lganda, mazkur ziyoratga Xitoy Kommunist partiyasining yerlikdagi vakili emas, balki Uyg'ur Abnum rayonining yerlik rahbarlari berish kerak edi. Undaqda Mashinroyning bu safari nimani maqsad qilgan? Uyg'ur Abnum rayonini amaldan qoldirish tayyorligi. Yerlik partikom sekretari bo'lgan Mashinroyning Uyg'ur Abnum rayonining vakolatan O'rta Osiyoda ziyorati bo'lishi Xitoyning Uyg'ur elidagi atalmish avtonomiyasini butunlay amaldan qoldirishga tamshilayotganligining bir ifodasi bo'lishi mumkin. Chunki Mavzun davrida Uyg'ur Abnum rayoniga Bentandan iborat bir qonunsiz organni saplashning o'zila bu zaminda Uyg'urlarning haqlarining asla kafolatlantirilmaydiganligining dalili edi. Reallikmi dal shundoq bo'lib, yillardan buyon Uyg'urlar Bentandan iborat bir nazoratchi organning qurolliq nazorati ostida butkul haqlardan mahrum holatda ig'ir zulm chekib keldi. Deng Xiaoping davrida boshlangan islohotda bo'lsa, avtonom rayonlarni qanday qilganda butunlay yo'qotib, Junxo ulusidan iborat birlik kimligi bo'lgan Xitoy davlatini qurib chiqish oxirgi nishon qilindi. Reallikdami dal shundoq bo'lib, yillardan buyon Uyg'urlar Bentandan iborat bir nazoratchi organning qurolliq nazorati ostida butkul haqlaridan mahrum holatda ig'ir zulm chekib keldi. Deng Xiaoping davrida boshlangan islohotda bo'lsa, avtonom rayonlarni qanday qilganda butunlay yo'qotib, Junxo ulusidan iborat birlik kimligi bo'lgan Xitoy davlatini qurib chiqish oxirgi nishon qilindi. Darvaqa, Xitoylarni bayqilib, Xitoy bo'lmagan Xitoydagi 5 avtonom rayonidagi asosiy gavda millatlarni nomrodlashtirish islohotning eng chong utuqlaridan biri bo'lib qoldi. O'tgan asrning 90-yillarda Xitoy ziyolilari orasida avtonom rayonlarni amaldan qoldirish tashabbuslari kuchayishga boshladi. Toki 2010-yilgacha milliy territoriyalik avtonomiyani amaldan qoldirish va ikkinchi avlod millatlar siyosatini yo'lga qo'yish ovozlari uzilib boqmadi. Shundaqla nurg'ulagan Xitoy tadqiqotchilari avtonomiyani amaldan qoldirish va keyingi millatlar siyosatini qanday elib berish haqida turli loyihalarni o'tirib qo'yishdi. Tsinghua universiteti davlat ahvoli tadqiqot markazining mudiri professor Huang Gang bilan Beijing universitetining jamiyatshunoslik professori Marong o'tirib qo'ygan ikkinchi avlod millatlar siyosati nazariyasi Xitoyning navbatdagi millatlar siyosatiga eng chong ta'sir ko'rsatgan loyihalardan biri hisoblanadi. Ular o'tirib qo'ygan bu loyihada Xitoy bo'lmagan millatlarning millat kimligi ilg'ini suslashtirish va Junxo millati kimligini qabul qildirish, Uyg'ur va Tibetga o'xshash Xitoylar bilan to'ylashmaydigan, assimilyatsiya bo'lish nisbati tuvan, milliy uyushchanligi kuchli xalqlarga majburlash usullarini qo'llanish orqali xitoylashtirish qatorliqlar tashabbus qilingan edi. Navbatda Xitoy turmisidagi Ilhom To'xti apandi ikkinchi avlod millatlar siyosati loyihasini eng burun tanqid qilgan va bunday qilishning Xitoyda texmo ig'ir oqibatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lganligi bilan Xitoyni ogohlantirgan edi. Ilhom To'xti hatto millatlar masalasini, jumladan Uyg'urlar masalasini hal qilishning eng to'g'ri va muvofiq bo'lgan plan loyihasini 2011-yili tuzib e'lon qilgan. Ilhom To'xtining mazkur loyihasida navbatda Uyg'urlarning qarshiliklari sababining avtonomiya haqlarining amaliyleştirilmaganligi, haq huquqlarining qo'g'dalmaganligidan kelib chiqayotganligini, Uyg'urlarga haqiqiy avtonomiya haqlarini qaytarib berish, butkul haq huquqlarini kafolatga ega qilishning, milliy ziddiyatlarni hal qilishning eng yaxshi va unumli yo'li ekanligi dalil isbotlar bilan yuritilgan. Ammo Xitoy hukumatı Ilhom To'xtini dal bu qarashlari sababli qo'lga oldi va muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ilhom To'xtining qamoqqa ilinishi Uyg'urlarning keyingi qadamlarda ataqdagi avtonomiya haqlaridan butunlay mahrum qilishdan boshqa irqiy qirg'inchilikqa uchrashining boshlanishi bo'ldi.
Maşinurining O'rta Osiyo safari Xitoy hukumatining Uyg'urlarning avtonomiya haqlarini e'tirof qilmaydiganligining aniq namoyandasi bo'lib qolmasdan, balki yana Xitoyning O'rta Osiyodagi qarindosh davlatlarni keyingi qadamda nishonga elayotganligining belgisidir. O'rta Osiyoga do'stlik qiltig'i qurish. Qaraydigan bo'lsak, Maşinuri O'rta Osiyodagi Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistondan iborat bu davlatlarga ziyoratga berish maqsadining ular bilan bo'lgan do'stlikni cho'nqurlashtirishni maqsad qilganligini bayon qilgan. Shundaqla bu do'stlikni qanday cho'nqurlashtirish haqida birinchisi savdo tijorat va madaniyat almashtirishni cho'nqurlashtirish. Yana bir bo'lsa, shaharlar aro do'stlik munosabati o'rnatishdan iborat ikki nuqtani o'tirib qo'ygan. Mana bu ikki nuqta Maşinurining bu qatimliq safarining eng negizli qismi deb qarashga bo'ldi. Nima uchun bu ikki nuqtani negizli nuqta deymiz? Bizga ma'lumki, Xitoyning shaharlar aro do'stlik munosabati bo'lsa, Xitoy hukumatining boshqa davlatlarning siyosiy qatlamiga yumshoq kuch bilan singib kirish va ta'sir ko'rsatishdagi eng muhim vositalardan biri hisoblanadi. Yillardan buyon Xitoy hukumati dal bu xil munosabat orqali G'arb demokratik jamiyatiga tadrijiy singib kirgan edi. Xitoyning yumshoq kuch bilan singib kirishi G'arbning demokratik tuzilmasi ostida intayin qulay sharoitga erishib, G'arb jamiyatida bir turkum Xitoyparast chet-elliklarning har sohada paydo bo'lishidek qo'rqinchli hodisaga sabab bo'lgan. Buning tipik misollaridan Huawei, Zhongshanlarning jasuslik qilmishlari, Xitoyning mingkishlik plani, Konzi institut qurish, Xitoy korxonalarining G'arbga mablag' serishi, dangliq markalarning Xitoyga kirishi, maktab, tibbiy va texnik jihatlardagi hamkorlik qatorliq Xitoy bilan xalqarodagi har qanday bir davlat bilan bo'lgan aloqalarda Xitoy bilan bo'lgan shaharlar aro do'stlik munosabati halqiliq rol o'ynagan. Bu vajidan Xitoy Kompartiyasi Birlik saf bo'limining rahbarligidagi mazkur sistema butkul G'arb dunyosiga kengayib, bugünkidek G'arb demokratik qimmat qarashlariga ta'sir ko'rsatadigan qudratli bir kuchga aylangan. Navbatda G'arb dunyosida Xitoyning bu qilmishini aniqlash va Xitoy bilan bo'lgan bu xil munosabatlarga xotima berish bir qism davlatlarda allburun boshlanib ketdi. Masalan, Amerikada Konzi institutlarining taqilishi va Xitoyning bir qism ilmiy tadqiqotchi akademik qalpoqi bilan faoliyat olib berayotgan jasuslarning qo'lga tushishi, Xitoy soqchi punktlarining oshkorlanishi bularning dalilidir. Bularning eng aktiv harakat qilayotgan Yevropa davlatlaridan biri Gollandiya hisoblanadi. Yaqinqi bir qancha yilda Gollandiyaning bir qism korxona, siyosat, tibobat va tadqiqot qatorliq har sohalarning orqa-orqadan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan bog'langanligining oshkorlanishi, yana kelib Xitoy soqchi punktlarining Gollandiya tuprog'ida qurilishi, Gollandiyadagi bir qism shaharlarning Xitoy bilan bo'lgan shaharlar aro do'stlik munosabatini butunlay uzib tashlashiga sabab bo'ldi. Shaharlar aro do'stlik munosabati yana bir tarafdan Xitoyning boshqa davlatlardagi Xitoy fuqarolarini umumyuzlik kontrol qilish orqali boshqa davlatlarning mag'fiyatlariga erishish va boshqa maqsadlarni amalga oshirishdagi vosita qilinib keldi. Bu vajidan Xitoy fuqarosi bo'lmagan yoki allaqachon boshqa davlatning fuqaroligiga o'tib ketgan kishilarmi Xitoyning boshqa davlatlarga tahdid paydo qilishidagi yumshoq kuchiga aylantirildi. Maşinuri bu qatam O'rta Osiyoga ana shu munosabat andisini tiklash uchun borgan ekan, u holda bu ziyoratning oxirgi nishoni O'rta Osiyoni Xitoyning orqa o'ylisiga aylantirishdan boshqa narsa emas. Navoda Xitoyning bu maqsadi amalga oshganda tahdidda qoldig'ini yolg'iz O'rta Osiyo davlatlaridagi xalqlarda bo'lib qolmasdan, balki butkul O'rta Osiyo davlatlarining davlat bexatarligidir.